Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 1 iyulgacha kimlarga qanday summalar berilishi kerak? Yangi ro'yxat deganda nimani tushunish kerak? Pulni kim oladi, kim kutmasligi kerak va eng muhimi, o'zingizni qanday tekshirasiz? Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada pensioni ota-ona, buvi yoki nogironligi bo'lgan yaqin inson bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying va izohlarda sizning hududingizda to'lovlar boshlanganmi yoki yo'qmi yozib qoldiring. Asosiy masala shundan iborat. Ko'pchilik pensionerlar menga qo'shimcha pul tushadimi? Ro'yxatda bormanmi? 1000 iyulgacha berilishi kerak degani hamma bir xil summa oladimi deb xavotirda. Men bugun buni oddiy tilda hujjat, ro'yxat, to'lov tartibi va amaliy qadamlar bo'yicha birma-bir tushuntiraman. Eng muhim narsa, bunday to'lovlarda hamma pensionerga avtomatik bir xil pul beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Kimning huquqi borligi, kim ro'yxatga kiritilgani, kimning ma'lumotlari to'liq yoki noto'liqligi alohida tekshiriladi. Oldi ko'p hollarda pensionerlar o'zlariga tegishli qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki qayta hisob-kitob haqida faqat pul kartaga tushgandan keyin bilishardi. Kimdir mahalla orqali eshitardi. Kimdir bankdan so'rardi, kimdir pensiya bo'limiga borib navbatda turardi. Natijada bir xil vaziyatdagi ikki odamning biri vaqtida pul olardi, boshqasi esa hujjatdagi bitta xato. Yashash manzili yangilanmagani yoki bank kartasi faol emasligi sababli kechikib qolardi. Endi esa asosiy e'tibor ro'yxatlarni aniqlashtirishga qaratilyapti. Ya'ni pensionerlarning ma'lumotlari davlat organlari bazalarida tekshiriladi. Pensiya tayinlanganmi? To'lov turi qanday? Nogironlik guruhi bormi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladimi? Yoshga doir pensiyadami? Ijtimoiy nafaqa oladimi? Bank kartasi yoki naqd pul olish usuli to'g'rimi? 1 iyulgacha berilishi kerak bo'lgan summalar haqida gap ketganda, aynan mana shu ro'yxatlar juda muhim bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, men albatta olaman deb xotirjam bo'lib o'tirmang, lekin men hech narsa olmayman deb ham oldindan umidsizlikka tushmang. To'g'ri yo'l o'z maqomingizni tekshirish, hujjatlarni solishtirish. Bank kartangizni faolligini bilish va kerak bo'lsa, pensiya bo'limi yoki mahallaga yozma murojaat qilish. Yangi ro'yxat deganda men shuni tushuntiraman. To'lov olishi mumkin bo'lgan pensionerlar va nafaqa oluvchilarning ma'lumotlari alohida ajratib chiqiladi. Bu ro'yxatda odamning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, pensiya turi, yashash hududi, to'lov usuli va ba'zan qo'shimcha mezonlar bo'ladi. Masalan, ayrim to'lovlar faqat kam ta'minlangan oiladagi pensionerlarga berilishi mumkin. Ayrimlari nogironligi bo'lgan shaxslarga, ayrimlari urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilganlarga, ayrimlari esa ma'lum yoshdan oshgan yolg'iz pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin. Shu sababli odamlar orasida falon qo'shnim oldi, men olmadim, demak meni unutishdi degan gaplar ko'p uchraydi. Lekin har doim ham bunday emas. Qo'shningiz boshqa toifaga kirishi mumkin. Masalan, u iki guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgandir. Siz esa oddiy yoshga doir pensiyadasiz. Yoki u yolg'iz yashovchi pensioner sifatida mahalla ro'yxatida turadi. Siz esa farzandlaringiz bilan bir ro'yxatda yashaysiz. Yoki uning bank kartasi faol, sizniki esa muddati tugagan. Shu farqlar sababli to'lov vaqti ham, miqdori ham, umuman huquq bor yo'qligi ham o'zgaradi. Birinchi navbatda pensionerlar pulning turini ajratib olishi kerak. Oylik pensiya boshqa, bir martalik yordam boshqa, kompensatsiya boshqa. Qayta hisob-kitobdan chiqqan farq boshqa. Oylik pensiya har oy belgilangan tartibda beriladi. Bir martalik yordam esa ma'lum ro'yxat asosida ma'lum sanagacha berilishi mumkin. Kompensatsiya, masalan, ilgari to'liq hisoblanmagan yoki o'z vaqtida o'tkazilmagan summa bo'lsa alohida chiqariladi. Qayta hisob-kitob esa ish staji, ish haqi ma'lumotlari yoki pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi hujjatlar yangilanganda paydo bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Ahmad ota 68 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Har oy 1-2 ming so'm pensiya tushadi. U mahallada yolg'iz yashovchi pensioner sifatida ro'yxatda turmaydi. Chunki o'g'li bilan bir uyda ro'yxatda. Agar to'lov faqat yolg'iz pensionerlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar uchun bo'lsa, Ahmad ota umumiy yoshga doir pensioner bo'lgani uchun bu qo'shimcha summaga kirmasligi mumkin. Lekin pensiyasi odatdagidek tushaveradi. Ikkinchi holat. Saodat opa 72 yoshda.
Yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. Pensiyasi 960 ming so'm kommunal to'lovlarni o'zi qiladi. Mahalla uni ehtiyojmand pensioner sifatida ro'yxatga kiritgan. Agar iyulgacha beriladigan yordam ehtiyojmand pensionerlarga mo'ljallangan bo'lsa, Saodat opa ro'yxatda bo'lish ehtimoli yuqori. Lekin bu yerda ham bitta shart bor. Uning pasport ma'lumotlari, yashash manzili va bank kartasi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar kartasi yopilgan bo'lsa yoki familiyasida xatolik bo'lsa, pul kechikishi mumkin. 3-holat. Rustam aka ilk guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning pensiyasi 1 million 500 ming so'm. Qo'shimcha nogironlik bilan bog'liq imtiyozlari bor. Agar to'lov nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun ajratilsa, Rustam aka albatta o'z hujjatlarini tekshirishi kerak. Chunki nogironlik muddati uzaytirilganmi? Tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari bazada ko'rinib turibdimi? Pensiya bo'limida maqomi yangilanganmi? Shular muhim. Ba'zida odamda hujjat bor, lekin tizimda yangilanmagan bo'ladi. Ana shunda to'lov ushlanib qolishi mumkin. Muhabbat aya o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U nabirasiga qaraydi. Oilaviy sharoiti og'ir. Bunday vaziyatda to'lov bolaning maqomi, vasiylik hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kim nomiga rasmiylashtirilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pul pensionerning o'ziga emas, pensiya oluvchi shaxsning toifasiga qarab berilsa, muhabbat aya hujjatlarini yanada sinchiklab tekshirtirish kerak. 5-holat. Pensioner ishlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, Karim aka 63 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin maktab qorovuli bo'lib ishlaydi. Ayrim yordam turlari uchun ishlash yoki ishlamaslik ahamiyatga ega emas. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar daromadga qaraydi. Agar oilaviy daromad hisobga olinsa, Karim akaning ish haqi ham ko'riladi. Shuning uchun men pensionerman demak hammasini olishim kerak degan yondashuv har doim to'g'ri chiqmaydi. Menimcha, birinchi navbatda hujjatlarida o'zgarish bo'lgan pensionerlar xavotir olish kerak. Masalan, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, yashash manzilingiz boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, bank kartangizni yangilagan bo'lsangiz, pensiya turini o'zgartirgan bo'lsangiz, bularning barchasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Tizimdagi eski ma'lumot bilan yangi hujjat mos kelmasa, pul avtomatik o'tmay qolishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh naqd pul oladigan pensionerlar bank kartaga pul tushsa, odatda SMS yoki bank ilovasi orqali ko'rish oson. Naqd pulda esa pochta yoki mas'ul tashkilot orqali yetkaziladi. Bunda sanlar hududga qarab farq qiladi. Ba'zan pul ajratilgan bo'ladi, lekin yetkazish jadvali kechroq keladi. Shuning uchun naqd pul oluvchilar mahalla, pochta yoki pensiya to'lovini yetkazuvchi mas'ullardan aniq jadvalni so'rash kerak. 3-guruh boshqa viloyatda yashab, ro'yxati eski manzilda qolganlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin hozir Samarqandda farzandinikida yashayapti. Pul eski hudud bo'yicha shakllangan ro'yxatga tushishi mumkin. Agar to'lovni olish tartibi hududga bog'liq bo'lsa, odam o'zini qayerda tekshirtirishni bilmay qiynaladi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l doimiy ro'yxatdagi pensiya bo'limiga telefon qilish yoki yaqin hududdagi ijtimoiy himoya mas'ullaridan rasmiy yo'l yo'riq olish. 4-guruh pensiya yaqinda tayinlanganlar, agar inson may oyida yoki iyun oyida pensiyaga chiqqan bo'lsa, ro'yxat tuzilgan paytda u hali pensioner sifatida bazaga kirmagan bo'lishi mumkin. Bu degani u umuman huquqsiz degani emas. Lekin bunday holatda qo'shimcha tekshiruv, ariza yoki keyingi to'lov davrida kiritish masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun yaqinda pensiyaga chiqqanlar ro'yxatda yo'q ekanman degan javob bilan to'xtab qolmasligi kerak. Agar siz har oy pensiyangizni vaqtida olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringizda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa va siz tegishli toifaga kirishingiz aniq bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir tekshiruv qilish zarar qilmaydi. Chunki to'lovning o'zi kechikmasa ham sizga tegishli qo'shimcha farq yoki yordam ro'yxatda noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, oyma-oy 1,4 million so'm pensiya oladigan Zaynab opa kartasini yaqinda yangilagan. Bank uni avtomatik bog'lagan. U mahallada ijtimoiy himoya ro'yxatida turadi, hujjatlari to'liq. Bunday vaziyatda asosiy xavf kam. Ammo agar Zaynab opaning eski kartasi yopilgan, yangi karta pensiya tizimiga ulanmagan bo'lsa, pul ajratilgan bo'lsa ham qaytib ketishi yoki vaqtincha ushlanib qolishi mumkin.
eng ko'p uchraydigan xato odamlar yil-iyulgacha berilishi kerak degan gapni yil-iyul kuni hammaning kartasiga tushadi deb tushunadi. Aslida bu ibora to'lovlarni yakunlash, ro'yxatni tasdiqlash yoki ajratilgan summani yetkazish muddati bo'lishi mumkin. Hududlar bo'yicha to'lov sanasi farq qiladi. Bir tumanda 25 iyunda tushsa, boshqa tumanda 28 iyunda tushishi. Yana bir joyda naqd tarqatish 3 iyungacha cho'zilishi mumkin. Muhimi, siz ro'yxatda bormisiz va to'lov yo'li to'g'rimi? Shuni bilish. Ikkinchi nozik jihat, summa hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir 300 ming so'm olishi, kimdir 500 ming so'm olishi, kimdir 20 ming so'mga yaqin qo'shimcha olishi mumkin. Bu pensiya turi, yordam turi, kompensatsiya davri yoki qayta hisob-kitob natijasiga bog'liq. Masalan, bir pensionerga faqat bir martalik yordam beriladi. Boshqasida esa avvalgi oylar uchun hisoblanmay qolgan farq ham qo'shiladi. Shuning uchun qo'shningiz olgan summani o'zingizniki bilan solishtirib, darrov xulosa chiqarmang. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarda aliment, kredit bo'yicha sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Oddiy pensiya to'lovida qanday ushlab qolishlar bo'lsa, ayrim qo'shimcha to'lovlarda ham shunga o'xshash tartib qo'llanishi mumkin. Lekin har bir holatda qonuniy asos bo'lishi kerak. Agar sizga pul tushdi, lekin kam tushdi deyishsa, albatta yozma tarzda hisob-kitob varag'ini so'rang. 4-chi nozik jihat, firibgarlik. Hozir shunday paytlarda telefon qilib, siz yangi ro'yxatdasiz, pul tushirish uchun karta raqamingizni, SMS kodini ayting deydiganlar ko'payadi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodini, bank ilovasining parolini, kartaning orqa tarafidagi maxfiy raqamni hech kimga aytmang. Pensiya bo'limi, bank yoki mahalla xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu firibgarlik bo'lish ehtimoli juda yuqori. 5-chi nozik jihat. Ro'yxatda ism, familiya xato yozilishi. Ba'zan pasportda Yo'ldasheva deb yozilgan, tizimda Yo'ldasheva bo'lib qolgan bo'ladi. Yoki tug'ilgan sana bitta raqamga farq qiladi. Bunday mayda ko'ringan xato ham to'lovni to'xtatib qo'yishi mumkin. Ayniqsa eski pasportdan ID kartaga o'tganlarda transliteratsiya, ya'ni kirilldan lotinga o'tkazishda xatolar uchraydi. Shuning uchun hujjat nusxalarini solishtirish juda muhim. 6-chi nozik jihat, pensioner vafot etgan, lekin oila to'lovni kutyapti. Agar pensioner to'lov ro'yxati shakllangandan keyin vafot etgan bo'lsa yoki oldingi davr uchun unga tegishli summa qolgan bo'lsa, merosxo'rlar yoki oila a'zolari alohida tartibda murojaat qilishi kerak bo'lishi mumkin. Bu juda nozik masala. Bunda o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, meros hujjatlari yoki pensiya bo'limi talab qilgan boshqa ma'lumotlar kerak bo'ladi. Oila pul bor ekan deb og'zaki gapga ishonmasin. Faqat rasmiy javob olsin. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki to'lov huquqi aynan shundan boshlanadi. Agar o'zingiz bilmasangiz, pensiya daftarchasi, bankdagi to'lov nomi yoki pensiya bo'limidan olingan ma'lumotnomani ko'ring. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oyda ma'lumotlaringiz o'zgarganmi? Tekshiring. Pasport almashtirdingizmi? Manzil o'zgardimi? Karta yangilandimi? Nogironlik muddati uzaytirildimi? Oilaviy holat o'zgardimi? Agar bittasi bo'lsa ham pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya mas'uliga xabar bering. Og'zaki aytish bilan cheklanmasdan iloji bo'lsa ariza yozib kiriting. 3-chi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Bloklanmaganmi? Pensiya tushadigan hisob raqam aynan shu kartaga bog'langanmi? Ko'p odamlar yangi karta oladi, lekin eski karta pensiya tizimida qolib ketadi. Bank karta ochildi deydi. Lekin pensiya to'lovi avtomatik yangi kartaga ko'chmasligi mumkin. Shuning uchun bankdan pensiya uchun faol hisob raqamingizni aniqlang. 4-chi qadam, mahalladan maqomingizni so'rang. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar mahalla ro'yxatlarida to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mahallaga borganda shunchaki menga pul bormi demang. Men qaysi ro'yxatda turibman, ma'lumotlarim to'g'rimi? Yordam uchun mezonlarga kiramanmi deb aniq so'rang. 5-chi qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar siz ro'yxatda bo'lishingiz kerak deb hisoblasangiz, lekin pul tushmagan bo'lsa,
pensiya bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanali orqali murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya hujjati, bank karta rekviziti, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, uning nusxasi. Yashash manzili bo'yicha hujjat va zarur bo'lsa, mahalla ma'lumotnomasini oling. 6-qadam, arizani aniq yozing. Arizada menga pul bering deb umumiy yozmang. Masalan, men falon tuman, falon mahallada yashovchi pensionerman. 1 iyulgacha berilishi belgilangan to'lovlar bo'yicha ro'yxatda bor yo'qligimni, menga tegishli summa hisoblangan yoki hisoblanmaganini, agar hisoblanmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozing. Mana shunday ariza odamga og'zaki javob emas, rasmiy javob olish imkonini beradi. 7-qadam, javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan chiqarmang. Ariza topshirganingizda kirim raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Telefon orqali so'raganda kim bilan gaplashganingizni sanani yozib qo'ying. Agar sizga keyin keling deyishsa, qaysi kuni kelishni so'rang. Pensionerlar ko'pincha uyatchanlik qiladi, bezovta qilmay deydi. Lekin bu sizning huquqingiz. Xushmuomala, lekin qat'iy bo'ling. Tasavvur qiling, Halima aya 75 yoshda, pensiyasi 1 million so'm, 1 million so'm. U bir o'zi yashaydi. Lekin mahallada yolg'iz pensioner sifatida belgilanmagan. Nega? Chunki uy kitobida nabirasi ham ro'yxatda turibdi. Aslida esa nabirasi boshqa shaharda ishlaydi. Agar yordam faqat yolg'iz yashovchilarga berilsa, Halima aya ro'yxatdan tushib qolishi mumkin. Bu holatda u mahallaga borib, haqiqiy yashash holatini tushuntirishi kerak bo'lsa, dalolatnoma tuzdirishi kerak. Yana bir misol, Sobir aka 66 yoshda, pensiyasi 1.300.000 so'm. Bank kartasi mart oyida tugagan. U aprel oyida yangi karta oldi, lekin pensiya bo'limiga rekvizit bermadi. May oyida pensiyasi baribir bir yo'l bilan tushdi, lekin qo'shimcha to'lov eski hisobga yuborilganda qaytdi. Sobir aka meni ro'yxatdan chiqarishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo ro'yxatda emas, hisob raqamda bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta va hisob masalasi juda muhim. Yana bir holat. Dilbar opa 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Nogironlik muddati iyun oyida qayta tasdiqlanishi kerak edi, lekin u shifokorga kech bordi. Ba'zida nogironlik maqomi vaqtincha ko'rinmay qoldi. Agar qo'shimcha to'lov nogironligi bo'lgan pensionerlarga bog'langan bo'lsa, Dilbar opa ro'yxatda avtomatik chiqmasligi mumkin. Hujjat yangilangach, u qayta murojaat qilib, mening maqomim tiklandi. Ro'yxatni qayta ko'rib chiqing deb so'rashi kerak. Yana bir misol, Odil ota pensiyaga yaqinda chiqdi. Iyun oyida birinchi pensiyasini oldi. Qo'shnisi hamma pensionerga pul berilyapti deb aytdi. Odil ota bo'lsa, unga ro'yxat may oyida sharhlangani, u paytda pensioner sifatida kirmagani aytiladi. Bunday holatda Odil ota janjal qilmasdan, men keyingi qo'shimcha ro'yxatga kiritilamanmi? Buning uchun ariza kerakmi deb so'rashi kerak. Chunki ko'p masalada qo'shimcha ro'yxat yoki aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon summa tarqatiladi. Faqat bugun ariza bersangiz olasiz. Karta raqamingizni yuboring. Ro'yxatga kiritamiz degan xabarlar ko'p bo'ladi. Men ekspert sifatida aytaman, rasmiy manba bo'lmagan xabarga ishonmang. Har qanday to'lov bo'yicha aniq mezon, mas'ul tashkilot, hujjat va tartib bo'ladi. Hech kim sizni Telegram orqali karta kodingizni so'rab ro'yxatga kiritmaydi. Agar sizga telefon qilib, sizga 700.000 so'm tushadi, lekin aktivatsiya uchun 20.000 so'm yuboring desa, bu ham firibgarlik belgisi. Davlat to'lovi uchun oldindan pul to'lanmaydi. Agar kimdir men pensiya bo'limidanman desa, ismi sharifini, lavozimini, qaysi bo'limdanligini so'rang va o'sha bo'limning rasmiy raqamiga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling. Begona odam bergan raqamga emas, rasmiy manbadagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Odatda pensionerga ID karta yoki pasport pensiya olishini tasdiqlovchi hujjat, bank karta rekviziti, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tegishli guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar yolg'iz yashash holati muhim bo'lsa, mahalla dalolatnomasi yoki ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Agar oila daromadi ko'rilsa, oila tarkibi va daromadlar haqida ma'lumot kerak bo'lishi ehtimoli bor. Lekin men maslahat beraman, har bir hujjatni ko'tarib, birinchi borishda aslini va nusxasini olib boring. Chunki bitta nusxa yetishmasa, pensioner yana qayta qatnaydi. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun bu qiyin. Farzandlar, nabiralar, iltimos, ota-onangizni yolg'iz yubormang. Ularga hujjatlarni tartiblab bering.
Telefon raqamlarini yozib bering. Arizani oldindan tayyorlab bering. Agar 1 iyulgacha siz kutgan to'lov tushmasa, birinchi bo'lib bankdan hisobingizga kirim bo'lgan bo'lmaganini tekshiring. Ba'zida SMS kelmaydi, lekin pul tushgan bo'ladi. Keyin pensiya bo'limidan sizning nomingizga to'lov hisoblanganmi so'rang. Agar hisoblangan bo'lsa, qayerda ushlanib qolganini aniqlash kerak. Bankdami, hisob raqamdami? Hujjat mos kelmasligidami? Agar hisoblanmagan bo'lsa, sababini yozma so'rang. Agar sizga siz ro'yxatda yo'qsiz deyishsa, nima uchun yo'qman degan savolni bering. Sabab aniq bo'lishi kerak. Mezonga kirmaysizmi? Hujjat yetishmaydimi? Ma'lumot xatomi? Ro'yxat shakllangan paytda maqomingiz bo'lmaganmi? Sababni bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. Masalan, mezonga kirmasangiz pul talab qilish foydasiz. Lekin hujjat xatosi bo'lsa, uni tuzatib, qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 1 yilgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar masalasida eng muhim narsa ro'yxat, maqom, hujjat va to'lov usulidir. Hamma pensioner bir xil pul oladi degan fikrga ishonmang. Qo'shningiz olgani siz ham olasiz degani emas. Siz olmaganingiz esa sizni unutishdi degani ham emas. Har bir holat alohida tekshiriladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq pensiya turini aniqlang. Bank kartangizni tekshiring. Mahalladagi maqomingizni so'rang. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga ariza bilan murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga keltirsangiz, o'zingizga tegishli to'lovni olish imkoniyatingiz oshadi va keraksiz asabiylashishdan saqlanasiz. Agar sizning hududingizda to'lovlar boshlangan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi tuman pensionerlar pul oldimi? Qancha muddatda tushdi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoni yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda kerak. Kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying va keyingi videolarda men pensionerlar, nafaqalar, kompensatsiyalar va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.